Bosqin vodiysining siri. Artur Konan Doyl. Bir kun ertalab rafiqam ikkovimiz nonushta qilayotsak, oqsoch xotin menga Sherlok Holmsdan kelgan telegrammani berdi. 2 kungina vaqtingizni ajrata olmaysizmi? Bosqin vodiysidagi fojia munosabati bilan meni Angliyaning g'arbiga chaqirtirishibdi. Birga ketsangiz xursand bo'lardim. U yerning manzarasi, ob-havosi ajoyib. Paddingtondan 11:15 yo'lga chiqing. Borasanmi? Deb muloyimgina tikilib so'radi xotinim. Qaydam, bilmadim. Hozir bemorlarim juda ko'p. Ansruzer ularning hammasini qabul qiladi. Keyingi paytlarda juda charchaganga o'xshaysan. Safar senga yoqadi. Bundan tashqari, sen Sherlok Holms qo'lga oladigan har bir ishga juda qiziqasan. Afg'onistondagi lager hayotida orttirgan tajribamning aqalli shunday afzalligi bor ediki, men chiniqqan va chaqqon sayohatchi bo'lib qolgan edim. Safarga oladigan buyumlarim kam bo'lgani uchun bir zumda sakvoyajimga joyladim-u, kepka mo'ljalimdan ilgariroq tushib, g'izillagancha Paddington vokzaliga jo'nadim. Sherlok Holms platforma bo'ylab yurar, ustidagi kulrang yo'l kiyimi bilan movut kepkasi uning ozg'in va novcha gavdasini yana ham ozg'inroq va novcharoq qilib ko'rsatar edi. Kelganingiz juda ajoyib bo'ldi-da, Watson, dedi u. Orqa qilishim mumkin bo'lgan odam yonimda bo'lsa, o'zimni butunlay boshqacha sezaman. Mahalliy politsiya yo hech narsa qilmayapti, yoki yanglish izga tushib qolgan. Siz 2 burchakdagi joyni egallab tursangiz, men bilet olib kelaman. Biz kupega kirib o'tirdik. Holms ola kelgan gazetalarni o'qiy boshladi. U ahyon-ahyonda boshni ko'tarib, nimalarnidir yozib qo'yar va o'y surib qolar edi. Shu tariqa biz Reydingga yetib bordik. Tuyqusdan u hamma qog'ozlarni g'ijimlab, kattakon qilib yumaloqladi-da, tepadagi yuk to'riga irg'itdi. Siz bu ish to'g'risida hech narsa eshitganmidingiz? Deb so'radi u. Bir og'iz ham. Bir necha kundan beri gazeta ko'rmayman. London matbuoti u qadar mufassal hisobotlar bosib chiqargani yo'q. Tafsilotlari bilan tuzukroq tanishish uchun hozirgina gazetalarning hamma so'nggi sonlarini ko'rib chiqdim. Bu aftidan yechilishi hamisha qiyin bo'ladigan oddiy hodisalardan biri shekilli. So'zlaringiz biroz g'alatiroq eshitilayotibdi. Ammo bu haqiqat. G'ayrioddiy ko'ringan narsalarda deyarli hamisha sirni ochish imkoniyatini beradigan kalit bo'ladi. Jinoyat naqadar oddiy bo'lsa, haqiqatni aniqlab olish shu qadar mushkul bo'ladi. Xullas, marhumning o'g'liga jiddiy ayb to'nkalgan. Demak, bu suiqasd ekan-da. Ha, shunday deb taxmin qilishayotibdi. Men to ish bilan tanishmagunimcha biron narsa deya olmayman. Lekin masalaning qay yo'sinda ekanligini qanday tasavvur qilayotganimni 1-2 og'iz so'z bilan tushuntirib beraman sizga. Bosqin vodiysi Hertfordshirda, Ross yaqinidagi qishloq bor joy. O'sha atrofdagi eng katta yer egasi Mr. John Tenner. U Avstraliyada sarmoya orttirib, bir necha yil muqaddam yurtiga qaytib kelgan. U o'z fermalaridan biri Hazerleyni Mr. Charles McCarthyga ijaraga bergan. Unisi ham sobiq avstraliyalik. Ular mustamlakalarda tanishganlar. Shuning uchun yangi joyga ko'chib kelgach, bir-birlariga yaqinroq joyga o'rnashganlariga ajablanmasa ham bo'ladi. To'g'ri, Tenner badavlatroq. Shuning uchun ham McCarthy uning ijaradori bo'lib qolgan. Ammo ular do'stona munosabatlarni buzmagan bo'lsalar kerak. McCarthyning 18 yashar o'g'li, Tennerning esa u bilan tengqur bitta qizi bor. Ikkala cholning ham xotinlari o'lgan.
Ular aftidan ingliz oilalari bilan tanishishdan qochganlar. Tanholikda umr kechirganlar. Zotan ota-bola Makkartilar sportni sevar, yaqin orada bo'ladigan poygalarga o'qtin-o'qtin borib turar ekanlar. Makkartilarning xizmatkori va oqsochi bor ekan. Tenerning xo'jaligi katta bo'lib, 5-6 xizmatkori bor ekan. Bu oilalar haqida bilib olishga muvaffaq bo'lganlarim shular xolos. Endi sodir bo'lgan hodisaga kelaylik. 3-iyun kuni, ya'ni o'tgan dushanbada, Makkarti kunduz soat 3da Hazarlidagi uyidan chiqib, Boskom kamariga qarab yo'l olgan. Bu Boskom vodiysidan oqib o'tadigan jilg'a toshganidan paydo bo'lgan kichikroq bir ko'l. Ertalab u Rosga borib xizmatkoriga juda shoshib turganini, soat 3da muhim bir uchrashuv bor ekanligini aytgan. U o'sha uchrashuvdan qaytib kelmagan. Hazarli fermasi bilan Boskom kamarining orasi chorak milya keladi. Makkarti o'sha yoqqa ketayotganda uni 2 odam ko'rgan ekan. Birinchisi kampir. Uning nomi gazetalarda eslanmagan. Ikkinchisi Mr. Tenerning o'rmonchisi William Crowder. Ikkala guvoh ham Mr. Makkarti yolg'iz ketayotgan edi deb guvohlik bergan. O'rmonchi Mr. Makkarti bilan uchrashgach, saldan keyin uning o'g'li James Makkartini ko'rganini ilova qilishgan. Yigitning qo'lida miltig'i bor ekan. O'rmonchi u otasi ketgan yo'ldan ketdi deb ta'kidlagan. Bu uchrashuv o'rmonchining xayolidan ko'tarilgani yozgan ekan-ku, ammo kechqurun sodir bo'lgan fojiani eshitgach, hammasi esiga tushibdi. Ikkala Makkartini William Crowderdan keyin boshqalar ham ko'rganlar. Boskom kamarining atrofi qalin o'rmon bilan qurshalgan. Qirg'oqlari esa qamish bilan qoplangan. Boskom malikonasi darvozabonning qizi 14 yashar Patience Moran qo'shni o'rmonda gul terib yurgan ekan. U ko'lning yaqinginasida Mr. Makkarti bilan uning o'g'lini ko'rganini aytgan. Nazarida ular bir-birlari bilan qattiq aytishayotgandek tuyulganmish. U Makkartining o'g'liga o'dag'aylab baqirganini eshitganmish. O'g'li esa otasini urmoqchi bo'lib qo'l ko'targanini ko'rganmish. Qizcha buni ko'rib esxonasi chiqib ketganidan uyiga qarab yuguribdi. Onasiga o'rmondagi kamar oldida ota-bola Makkartilar bir-birlari bilan janjallashib qolganini, falokat bosib urushib ketishmasa deb qo'rqqanini aytganmish. Qizcha shularni aytib ulgurmasdanoq yosh Makkarti qorovulxonaga yugurib kirib, otasining o'rmonda o'lib yotganini ko'rganini aytib, darvozabonni yordamga chaqiribdi. U g'oyatda hayajonlangan, miltiqsiz, shlyapasiz ekan. O'ng qo'li bilan yengida ho'l qon yuqi bor ekan. Unga ergashib, darvozabon suv labidagi o't ustida cho'zilib yotgan murdaning oldiga boribdi. Marhumning bosh suyagi allaqanday vazmin, to'mtoq qurol bilan majaqlangan ekan. Bunday jarohat o'g'li miltiq qo'ndog'i bilan urush oqibatida yuzaga kelishi mumkinmish. Miltiq marhumdan bir necha qadam narida o't orasida yotganmish. Bu qat'iy dalillar asosida yigitni darhol qamoqqa olishibdi. Seshanba kuni tergovchilar o'ylab qilingan suiqasd deb dastlabki hukm chiqarishibdi. Chorshanba kuni James Makkarti Rosdagi chakana ishlar sudiga chaqirilibdi. Sud ishni ko'rib chiqishni maslahatchilar sudiga havola qilibdi. Tergovchi bilan politsiyaga ma'lum bo'lgan asosiy faktlar shulardan iborat. Bundan qabihroq ishni tasavvur qilish qiyin, dedim men. Agar qachon bo'lmasin bilvosita isbotlar jinoyatchini fosh qilgan bo'lsa, xuddi ana shu ish bunga misol bo'la oladi. Bilvosita isbotlar yanglishtirib qo'yishi mumkin, dedi Holmes o'y surgancha. Ular bir tomonigina mutlaqo ravshan ko'rsatishlari mumkin. Ammo siz bu isbotlarni tahlil qilishga qodir bo'lsangiz, aslida ular bizni ko'pincha haqiqatga qarab emas, butunlay boshqa tomonga olib ketayotganiga amin bo'lasiz.
To'g'ri, hozir ish o'sha yigitga qarshi qaratilgan. Jinoyatchi u bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Biroq bortida qo'shnilar, ular orasida yer egasining qizi Miss Tenner ham bor. Yigitning begunohligiga amin ekanlar. Miss Tenner sudlanuvchini himoya qilish uchun Lestrade'ni taklif etibdi. U esingizda bo'lsa kerak. Lestrade yigitni himoya qilishni juda mushkul hisoblab, bu ishni menga topshirdi. Mana endi ikki o'rta yashar jentelmen uylarda bemalolgina nonushta qilib o'tirish o'rniga soatiga 50 milya tezlikda g'arbga tomon oshiqmoqda. Qo'rqamanki, faktlar g'oyat asosli. Bu protsessda ustun chiqish uchun imkoniyatlaringiz juda cheklangan bo'ladi, dedim men. Dunyoda kishini ayon ko'rinib turgan faktdan ko'ra aldab qo'yadiganroq narsa yo'q, deb javob berdi Holmes kulib. Bundan tashqari, biz Mr. Lestrade'ga ayon oshkor bo'lmagan ba'zi bir oshkora faktlarga tasodifan duch kelib qolishingiz mumkin. Siz meni juda yaxshi bilasiz. Buni maqtanchoqlik deb o'ylamaysiz. Men Lestrade to'plagan dalillardan foydalanaman yoki ularni mutlaqo inkor etaman. Chunki o'zi ulardan foydalanish ham, ularni tahlil qilishdan ham g'oyatda ojiz. Chunonchi miyamga kelgan birinchi fikrni olib ko'raylik. Menga mutlaqo aniqki, sizning yotoqxonangizning derazasi o'ng tomonda. Ammo Mr. Lestrade'ning hatto shunday ochiq-oydin faktni ham payqashguncha amin emasman. Darhaqiqat, buni qanday bilib oldingiz? Aziz do'stim, men siz bilan ko'pdan beri tanishman. Sizga xos bo'lgan harbiy intizomni yaxshi bilaman. Siz har kuni ertalab soqolingizni olasiz. Yilning bu faslida esa quyoshning yorug'ida olasiz. Yuzingizning chap tomoni o'ng tomonga qaraganda yomonroq qirilgan. Chapga surilgan sari yomonroq. Nihoyat bora-bora palapartish qirilgan. Yaqqol ko'rinib turibdiki, yuzingizning bu qismiga narigi tomonda qaraganda kamroq yorug' tushgan. Sizga o'xshagan tartibli odamning hamma yoqdan barobar yorug' tushib turganga oynaga qarab soqolini chala qilishini aslo tasavvur eta olmayman. Men buni kuzatuvchanlik, xulosalar chiqarib bilishga oddiygina misol sifatida keltirayotibman. Mening hunarim shundan iborat. Bu o'tkazadigan tekshirishimizda ish berib qolsa ham ajab emas. So'roq vaqtida ma'lum bo'lgan bir ikkita mayda-chuyda detallar bor. Ular diqqatga sazovor. Nima ekan ular? Yosh Makkartini o'sha zahotiyoq emas, sal keyinroq Hazerleydagi fermaga qaytib kelganidan keyingina qamoqqa olganlar. Politsiya inspektori siz qamoqqa olindingiz desa, bu meni sira ham taajjublantirmaydi. Men baribir jazolanishga sazovorman deb javob beribdi u. Uning bu so'zlari o'z ta'sirini ko'rsatib, tergovchining ko'nglidagi oxirgi gumonlar ham barham topibdi. Bu iqror bo'lish-ku, deb xitob qildim. Yo'q, keyin u o'zining mutlaqo gunohsiz ekanligini aytibdi. Shuncha asosli dalillardan keyin bu shubhali ko'rinadi. Aksincha, dedi Holmes. Bu qora bulutlar orasida men ko'rayotgan birdan-bir shu'la. Axir u o'z zimmasiga qandaydir og'ir shubhalar tushayotganini bilmasligi mumkin emas-ku. Bordi-yu, qamoqqa olinishini eshitganda u o'zini tajoblangan yoki g'azablangan qilib ko'rsatsa, bu menga nihoyat darajada shubhali bo'lib ko'rinardi. Chunki shunday vaziyatda bu tariqadagi taajjub yoki norozilik mutlaqo yasama bo'lardi. Bunday xatti-harakat uning nosamimiyligidan guvohlik berishi mumkin edi. Qamoqqa olinish paytida uning o'zini soddagina tutishi yoki uning mutlaqo gunohsiz ekanligidan, yoyinki aksincha zo'r saboti, matonatidan darak beradi. Uning qamalishga sazovorman degan javobiga kelsak, bu ham mutlaqo tabiiy.